Şərqi Türkistan İslam Cumhuriyeti degan atalg'ular milliy azadlik harakatimiz uchun ziyonliq. Bu bizning tariximizda isbotlangan haqiqat. Pan-turkizmning purg'i kelib turadigan Şərqi Türkistan degan nom. Pan-islamizmning purg'i kelib turadigan İslam Cumhuriyeti degan nom har qachon Rus va Xitoy imperiyalari birlashib milliy azadlik harakatimizga ziyonkashlik qilishiga sabab bo'lib keldi va yana shundoq bo'ladi. Bu fikrimizni dalillash uchun tariximizdan misollarni keltirib muhokama qilib baqsaq ortiq bo'lmas. 1933-yili 12 noyabr kuni Qashqariyada Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti qurildi. Pan-turkizm, pan-islamizm purg'i chiqib turgan bu nom milliy dushmanimiz Shing Sisay bilan Stalinning o'zaro til biriktirib, bu yosh jumhuriyatni yo'qotib etishiga sabab bo'ldi. 1934-yili 13-aprel kuni Sabit Damullan boshliq Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining qurg'uvchilari qo'lga ilinib turmaga tashlandi. 1937-yili 12 oktyabr kuni Xo'ja Niyaz Hajim qo'lga ilinib turmaga tashlandi. Shundaq qilib Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti bor yo'qi 5 oyla mavjud bo'lib turaldi. Oxiri ikki inqilob mag'lub bo'ldi. Milliy azodlik yo'lida to'kilgan qonlar, berilgan qurbonlar bekorga ketdi. Afsus, biz tama qilgan Turkiya hukumati musulmon ellaridan hech qanday yordam bo'lmadi. Yanıla Uyg'ur xalqi ziyon tortdi. Azodlikni qo'lga keltirish uchun qaytadan inqilob qilishga to'g'ri keldi. İngiliz tarix tadqiqotchisi Andrew Forbes Şinjanning harbiy arboblari degan kitobida mono voqealarni yozgan. Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining rahbarlari Turkiya hukumatining qo'llab-quvvatlashini va yordamini umid qilgan edi. Biroq Ankara hukumati ularga hech qanday moddiy yordam bermadi. Shuningdek, Sharqiy Turkiston hukumati Afg'oniston podshosi Muhammad Zohir Shohga murojaat qildi. Muhammad Zohir Shoh bu murojaatni qabul qilib, Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetini e'tirof qilishga ham qurol-yarog' setib berishga va'da qilgan edi. Ammo buni sezib qolgan Sovet ittifoqi Kabul hukumatiga diplomatik bisim ishlatib, bu kelishimni amalga oshirmadi. Shunday qilib Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti hukumatining o'zini e'tirof qildirish va qo'llab-quvvatlashga erishish yo'lidagi barliq tirishchanliklari natijasiz oyoqlashdi. Mundaq bo'lishi tabiiy edi. Bu jumhuriyat turkchilikni va islom ideyalarini asos qilib qurilgan paytda Xitoy va Sovet ittifoqidan iborat cho'ng ikki davlatni o'zlariga dushman qilib oldi. Ularning mushu xatoligi o'zlarini halokatga elib keldi. 1944-yili milliy azodlik kurash ilidan boshlandi. Ezilgan milliy azodlikqa tashna xalqimizning qo'llab-quvvatlashi, partizan jangchi komandirlarimizning qahramonlik kurashlari natijasida inqilob g'alaba qozondi. 12 noyabr kuni vaqtli hukumat tashkil qilinib, mustaqil yangi davlat Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurildi. Biroq tarixdan savoq ololmagan peshqadamlarimiz Sabit Damullamning xatoligini takrorladi. Yangi davlatning nomini Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deb atadi. Diniy mazmundagi shiorlar yana yangrashga boshladi. Uyg'uriston milliy azodlik harakatining mundaq yo'nalishda mengishni xohlamagan Rossiya va Xitoy imperiyalari yana til biriktirib, bu jumhuriyatni nobud qilib tashildi. Milliy azodlik harakatimiz qaytadan o'ch elayotgan bugungi kunda har xil ideya, har xil ko'z qarashdagi kishilar sepimizga kelib qo'shilmoqda. Ba'zi kishilar qurilg'usi davlatimizning nomi cho'qim Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti bo'lishi kerak, boshqacha bo'lishi mumkin emas deyishmoqda. Ya'ni ba'zi kishilar bo'lsa vatanimizning nomi azaldan Sharqiy Turkiston deb atalib kelgan. Shuning uchun qurilg'usi davlatimizmi Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti bo'ldi deyishmoqda. Bizcha bu xildagi kishilar ya tarixdan savoq olmagan, ya bugungi davrning ta'limini tushunmaydi. Ya vatandagi 20 million Uyg'urning ovoziga quloq solmaydi. Bular shaxsiy qahramonlardir.
Biz bu kişilarni ogohlantirib, shuni aytamizki, Uyg'ur xalqi pan-turkizm va pan-islamizmning dardini hog'icha tatdi. Yana tortishni xolamaydi. Andın qalsa bugungi dunyo, bugungi zaman pan-turkizmni, pan-islamizmni qabul qilmaydi. Qat'iy rad qiladi. Andın qalsa bugungi dunyo, bugungi zaman pan-turkizmni, pan-islamizmni qabul qilmaydi. Qat'iy rad qiladi. Sening undaq Türkiye yoki islomiy davlat qurishingga bugungi dunyo yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun vatanning nomini faqat Uyg'uriston deb atashimiz kerak. Başqa yol yo'q. Bundaq nom bilan bizning o'tmish tariximizga, bugungi zaman talabiga, xalqimizning orzusiga uyg'un keladi. Vatandagi va O'rta Osiyodagi xalqimiz bu haqiqatni tushunib yetdi. Biroq Turkiyadagi va Germaniyadagi va boshqa muhojiratdagi qarindoshlarimiz texla buni tushunmayotdi. O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz Sovet ittifoqi deb atalgan Rus imperiyasining bo'yin turkidan qutulib, siyosiy jihatdan o'ziga o'zi xo'ja bo'lgan holda mustaqil taraqqiyot yo'liga tushdi. Uyg'uriston bo'lsa texcha Xitoyning mustamlikasi bo'lib turmoqda. Xalqimiz siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, davlatni boshqarish jihatda qilcha huquqqa ega emas. Hatto millat bo'lib yashash huquqiga ega emas. Emgak qilish, tabiiy ko'payish huquqiga ega emas. Xitoy bosqinchilarining qo'lida huquqsiz qullar, o'limga hukm qilingan mahbuslardır. Moşundaq ahvalda turgan Uyghur xalqi üçün Xitayning mustamlikchilik hukmronligidan qutulib, milliy mustaqilligini asliga keltirishdanmi ortiq vazifa yo'q. Biz oldi bilan Xitayning mustamlikchilik hukmronligidan qutulaylik. Mustaqil milliy davlatimiz Uyg'uriston Cumhuriyatimizga ega bo'laylik. Azad mustaqil millat sifatida boshqa millat qatoriga qo'shilaylik. Andın keyin Türkiye Xalqlar Ailesining ve dunyoviy birlashmaning teng huquq asosi bo'lalaymiz. Qisqasi davlati yo'q, millat u millat emas. Millat nomi bilan atalmagan davlat u haqiqiy davlat emas. Bizning millatimizning nomi Uyg'ur bo'lgan ekan, vatanimizning nomi jazman Uyg'uriston bo'lishi kerak. Bu mutlaq haqiqat. Yuqoridagi fikrlarni xulosalab aytganda, millat bilan davlat bir bütün tushuncha. Ular bir-birini shart qiladi. Ya'ni millat bo'lmasa davlat bo'lmaydi. Davlati yo'q millatmi mavjud bo'la olmaydi. 1991-yili Sovet imperiyasi parchalanib, Rossiyaning mustamlikasi bo'lib kelgan millatlar milliy mustaqillikka erishib, o'zlarining milliy davlatlarini qurdi. Ular öz davlatlarini, öz milletining nomi bilan atashmoqda. Andiki navbat Xitoy imperiyasiga keldi. Biz ishonamizki, uzoqqa qolmay Xitoy imperiyasimi parchalandi. Bu imperiya tarkibida mustamlika bo'lib yashayotgan Uyg'ur, Tibet, Mongol, Manjur va Tayvan millatlari Xitoyning mustamlikchilik asoratidan qutulib, mustaqil milliy davlatlarga ega bo'lishdi va har qaysi millat o'z davlatini o'z millatining nomi bilan ataydigan bo'ladi. Bu bir tarixiy iqim. Bu iqimni hech qanday kuch to'xtatib ola olmaydi. Sabit Abdurahman Uyg'urlarning vatani keyingi zamonlarda har xil nomlar bilan atilib kelmoqda. Biroq bu nomlarning hech qaysisi bizning davrimiz uchun muvofiq emas, yaramaydi. Men bo'lsam bu elni hamma yerda Uyg'uriya deb yozman. Liv Gumilov. Qozog'iston Almuta 2005-yili nashr qilingan Uyg'urnoma kitobidan elindi. 8-bob 73-77 betlar.